Bugun mening hayotim butunlay o'zgaradi. Men buni his qilyapman. Bu oddiy kun emas. Nima bu? Menga xabar keldi. Katta poyga. Meni taklif qilishdimi rostdan? Bu imkoniyatni men kutgandim. Bu mening vaqtim. Nihoyat o'zimni ko'rsatadigan kun keldi. Men tayyorman. Lekin bu yerda oddiy mashinalar yo'q. BMW, Mercedes kabi kuchlilar bor. Ularning tezligi yuqori, motorlari kuchli. Men esa oddiyman. Balki bu men uchun emasdir. Balki men hali tayyor emasman. Yo'q, men bundan qo'rqmayman. Men imkoniyatni qo'ldan bermayman. Men ham boshqalar kabi kuchli bo'lishim mumkin. Faqat o'zimga ishonishim kerak. Bu mening imkoniyatim. Men o'zimni isbotlayman. Hammasiga qaramay oldinga boraman. Ular meni jiddiy qabul qilmasligi mumkin, lekin bu tez orada o'zgaradi. Men ularni hayron qoldiraman. Bugun hammasi boshqacha bo'ladi. Mana shu joy, bu yerda men o'zgaraman va kuchli bo'lib qaytaman. Bu faqat boshlanish. Agar shunaqa qiziqarli videolar yana chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, obuna bo'ling.